Chilonzor poytaxt qalbi. Yozuv juda ham chiroyli chiqdi. Haqiqatan Chilonzor poytaxt qalbi hisoblanadi. Juda ham ko'p narsalar mana shu Chilonzorimiz joylashgan, bilasizlar. O'quv markazlar, do'konlar, har xil narsalar. Juda ham mana Al-Xorazmiy Kruni pastroq tushganimiz, Al-Xorazmiy Krudan sal pastroq tushganimizda bitta chiroyli ko'chamizda birinchi etajda joyimiz sotuvga chiqibdi. 55 kvadratlik. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, bitta like bosib qo'ysanglar, biringidan ko'rsatib beramiz. Al-Xorazmiy Krud tarafdagi joylarni qaranglar. Chilonzor 17-kvartal juda ham chiroyli holatga kelib qolibdi. Ancha-muncha o'zgarishlar kirib ketdi. Mana o'zim ancha vaqtdan beri o'tib yotibdi. Ko'chani chiroyliligi bitta taxmin berib qo'yasiz. Like bosish esdan chiqmasa, ketdi ichkaridan ko'rib chiqamiz. Turganingizda qadrdonlar, katta yo'ldan 10 metr, 15 metr ichkari kirganimizda aynan shu birinchi etajdagi joyimiz sotuvga chiqib ketyapti. Kadastr dokumentlari uchun nejiloyga tayyor holatga olib kelib qo'yilgan. Ichkari birinchi etajdagi uyimiz 55 kvadratdan iborat. Ichkarini hozir bog'chaga endi berib qo'yilgan. Ichkari remont holatlarini ko'rib turibsiz. Hattoki uyimizning podval qismini ham ko'rib turganingizda chiroyli qilib remont holatga olib kelib qo'yilgan. Mabodoga bu yerni ham arendaga bermoqchi bo'lsangiz, logistika yoki qanaqadir kompyuterxona xohlagan bitta biznesingizga mo'ljallab podvallar ham sotuvga, ya'ni arendaga chiqarib olsangiz bo'lar ekan. Va old tarafda kattagina hovlisini ko'rib turibsiz. Bu hovlisidan ham alohida o'zingiz foydalansangiz bo'ladi. Dokumentlarni to'g'rilab qo'yishgan, mabodoga hovlisidan ham foydalansangiz bo'ladi. Batut yoki marojniy xona, jo'xorilar nimadirlar qo'yib qo'yib, tayyor arendasini olib o'tirsangiz ham bo'lar ekan. Aytganimizda Chilonzor 17-kvartalda joylashgan shu birinchi etajdagi uyimiz. Xudo xohlasa sizniki bo'lishi mumkin. Aytganimizda startiviy $89,900 so'ralyapti. Xudo xohlasa haqiqatan moqchi bo'lgan inson kelishtiradigan joylar bor. Pastki raqamlarga telefon qiling, tez-tez ulgurib qoling.